Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan O'zbekistonda yangilik bo'lib turgan Asaman kompaniyasiga tegishli bo'lgan 3 xil nasosimiz haqida gaplashamiz. Bu nasosimiz o'zi 3 xil turda, lekin bitta nasos, magnitli nasos deb ataladi, hamda quyosh panel, hamda davlat toki 220 ga ishlaydi. 1.8 kilovatlisi, 220 kilovatlisi hamda 3 kilovatlisi bor. Bular avtomatik ravishda boshqariladigan shit bilan jihozlangan bo'lib, nechta quyosh panelda ishlashi ham ko'rsatib o'tib ketilgan. Masalan, quyosh panelingiz 640 vatli bo'ladigan bo'lsa, 4 ta panel bilan 1.8 kilovatlisi ishlab beradi. Agar 510 vatli bo'ladigan bo'lsa, 5 ta quyosh panel bilan 1.8 kilovatlisi ishlab beradi. Xo'p, 2 kilovatlisiga keladigan bo'lsak, 2 kilovatimiz 600 vatli quyosh panel bilan 5 ta quyosh panel bilan ishlab beradi. 500 vatli bo'ladigan bo'lsa, 6 ta. Ko'rib turgan 3 kilovatlilarni shitini oladigan bo'lsak, 580 vatli bo'ladigan bo'lsa 6 ta, 500 vatli bo'ladigan bo'lsa 7 ta panel bilan ishlab beradi. Nimaga magnitli nasos ko'p rivojlanyapti deb savol beradigan bo'lsanglar, O'zbekistonda magnitli nasosimiz suv kam bo'lgan joylarda, tok o'ynagan joyda shit avtomatik ravishda o'zi o'chadi. Avtomatik ravishda. Shunisi bilan qulaylik tug'diradi hozircha. Nasoslarimiz yengil, tushirib chiqarishga ham oson. 141 metr, 164 metr, 192 metrgacha bo'lgan suvlarni bemalol tortib beradi. Kimga shunaqa tovarlar kerak bo'lsa, bemalol Asaman kompaniyasiga aloqa qilishingiz mumkin.